Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2025-yilda mehmonxona uchun, to'yxona uchun eng sifatli stol-stullarni izlayib turgan aka-ukalarimiz uchun qadrdonlar, bugun biz ishlab chiqarish sexiga yetib keldik. Bu yerda stol-stullar juda ham sifati zo'r ekan, ham narxi arzon ekan. Nimaga arzon desalar, qadrdonlar akalarimiz birinchi qo'l. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa ekranda ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Siz xohlagan svetda, xohlagan fasonda akalarimiz tayyorlashib berishaveradi. Qani biz bo'lmasa narxni yoritib berishdi, boshladik. Assalomu alaykum ustaga. Assalomu alaykum. Tuzimsiz? Rahmat, Allohga shukr. Qo'ldan dard ko'rmasin. Stol-stullarda xudo xolasa zo'rlardan chiqarib, xalqqa eng arzon narxlarda yetkazib beryapsizlar. Ha, ikki qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beryapmiz. Gap yo'q. Bunisi 12 talik. 12 talik. Ha. Kobra poson deb qo'yadi, yong'oqlik. Orqadan anaqa broshka pardali ishlangan. 12 talik. 12 talik. Xon razmerlari 320, eni 120 laminat, xon taxta bo'ladi. Gap. Machalkalar 4 qavat ishlangan. 4 qavat ishlangan. Uncha-munchaga nima deydi? Ezilmaydi, yana qaytib joyiga kelib qolaveradi. Kelib qoladi, 4 qavat ishlangan. Aha. Puli 6 million so'm. Oldingi videolarda balandroq aytilgan, 6,5 million aytilgan. Endi narxlarni skidga qilib tushib berdik. Tushib berilyapti, gap yo'q. 100% yong'oq deyapsiz. 100% yong'oqlik. 100% yong'oq. Aka, mana o'si material mo'yishi bo'ladimi bular? Yo'q, mo'yishi emas bu. Haligi masalan, suv to'kib yuborsa namlab etsa bo'laveradi. Namlatasa bo'laveradi. Bo'laveradi, tushunarli. Xo'sh, dastavka xizmatlari qanaqa ustaga? O'zimizning vodiyga ichida, hamma yo'q ichida. Andijon, Namangan, Farg'ona. Agar Samarqand, Buxoro va To'g'onlar bo'lsa 700 ming, 800 ming atrofida olib ketiladi. Qo'shilib qoladi, picha-picha, chiroyli qilib. Aha. Haligi nima deydi? Sirtilmaydigan, chizilmaydigan upa-upa qilib beriladi. Qilinadi, tushunarli. Xo'sh, xon taxtasini xolasa stol qilib ishlatadi, xolasa oyog'ini yotqizdirib, xon taxta qilsa ham bo'ladi. Xon taxta qilsa ham bo'laveradi ekan. Usta endi mabodo masalan nampa millatida mana bu xon taxtasini aytsa bo'laveradimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Bo'laveradi. Chunki bular masalan mana frezer qilinib, ustida обязательно kraskalarga berilgan. Nam o'tmaydigan. Nam o'tmaydigan qilib akalarimiz chiroyli qilib tayyorlashyapti. Ustaga endi mabodo svetini o'zgartirib, masalan, aboyiga yoki pardasiga to'g'rilab turib zakaz bersa, qanchada tayyorlab beriladi? Masalan, shunaqangi 12 talik. Zakaz bergan kundan boshlashib, bir hafta 10 kunga olib qolmay tayyor beriladi. Xolasa oq svet, xolasa karishniy, materiallar, ranglari o'zgaraveradi. Puli o'zgarmaydi, aytilgan narx. O'sha narx, ha. Sizlarda zakatovka bo'ladi, faqat shu kraskasini tayyorlab, silib bersalar bo'ldi. Gap yo'q. Xo'sh, keyingi fasonimiz ustaga mana bu. Bunisi 3D fason. 3D. O'shani farqini ko'rsatib ketaylik. Mana bunisi 3D fason. 3D fason. Buni 12 taligi bo'lsa 6,5 million chiqadi. O'zi bu yerda 16 talik, 360, eni 120. Puli 8 million 800 ming so'm. Agar buni oyog'i oddiyligi bo'lsa 16 talik 8 million bo'ladi. Hamma yo'g'i bir xil, faqat farqi mana shu oldi ko'rinishda xolos. Oldi ko'rinishda. Ha, ko'proq mehnat ketadi-da, o'sha hisobigacha qimmatroq. Endi karkazi ham qimmat. Karkazi ham qimmat. Ha, ko'proq mehnat, ko'proq o'sha hisobiga. Nima deydi? Material lekin bir xil, sifati bir xil, garantiyasi bor. Gap yo'q. Bunimiz nomini nima dedik? Kobra. Kobra fason. Donaga ham sotilaveradimi bular? Donaga 480 ming chiqadi. 480 ming so'm bir donasi. Ha, endi ustaka bularda asosan hozir ko'rib turibmiz, uzunchoq bu mehmonxonalarga qo'yiladi. Masalan, to'yxonalarga hozirgi kunda yumaloqlar moda bo'lyapti-ku. Uni ham tayyorlab berilaveradimi? Uni ham beraveramiz. Ha, masalan, 8 talik, 10 talik, ha? Berilaveradi. Xohlasa chiroyli qilib akalarimiz tayyorlashib berishaveradi ekan. Xo'sh, bularda arzon variantlari ham bor. 3 milliondan 3 million 300 dan boshlanadi dedingizmi? Ularda ham xudo xolasa bozorda joylari bor ekan, uni ham chiqib ko'rsatamiz. Xo'sh, ustaka, mana bu eng kattamizmi yo bundan ham kattalarni emas deb beraverasizlarmi? 30 talik ham qilinadi, lekin o'rtacha 24 talik qilinyapti. Ha, mana shu 24 talik. Uzunligi, xom uzunligi 6 yuqorak, eni 120. 120. 24 ta stuli bor. 24 ta stuli bor. Ha, bu ham o'sha 100% yong'oq, ha, ustaka? 100% yong'oqlik. Mana shu Qashqadaryoga bitta opaga qilib berdik. Qashqadaryoga zakaz qilishibdi. Gap yo'q. Ertaga chiqib xudo xolasa. Ha. Ustaka, buni xon taxtasini universal qilibsizlar-da, o'rtasidan bo'lib. Ikkita vaqtlar kelash ikkita xonadonga qo'yishni to'g'ri ajratib, shuni hisobiga to'rt tarafi to'rt burchak bo'lgan. Ha, xolasa o'pshi yig'ib qo'yadi. Xolasa yopishtirib oladi. Yopishtirib, ha, bo'lmasa o'g'illari bo'lsa bitta bo'lib beradi. Gap yo'q, mehmonxonasiga. Qancha bo'ldi bunimiz narxi ustaga? Buni 12,5 millionga qilib berdik opaga. 12,5 million so'm. Ha, tushunarli. 12,5 million so'mga 24 talik. Xo'sh, qadrdonlar, mana Alloh xotirga qancha ma'lumotni beryapmiz. Biz hozir ustakalarimizni ustaxonalarda turibmiz. Hovlisida, narigi tomonda ustaxonalar ekan. Kelib ko'rib, zakaz beraversa, xohlagan svetingizdan, xohlagan materialingizdan, bu yerda o'sha xolasangiz qayroqacha ustaka, xolasa. Yong'oqli. Ha, nima qilinaveradi. Qilinaveradi, zakaz bersa. Bakatera, boshqa bakateralarga arzonroq chiqadi. Bular 100% yong'oqli bular. Ha, xolasa o'sha listivak dedingizmi? Undan ham arzonroq narxlarda tayyorlab berishaveradi. Endi do'konga o'tamiz, ustaka? Ketdik bo'lmasa. Qadrdonlar, biz do'konlarga yetib keldik. Arzon sifatlisidan bo'lsin degan akalarimiz, mana arzon narxlarda ham bor ekan. Ustaka, bularimiz materiali nechchilik, nimadan qilingan? Bular listvaylik. Listvak, ya'ni rossiyskiy yog'och. O'ris yog'och. O'ris yog'och, sasnabas, listvak. Yo'q, listvak. Ha.
Machalkalar 3 qavat qo'yilgan. 3 qavat qo'yilgan. Ha ha. Kuyimalik. Bu 16 talik Honda razmerlar 360, eni 120. 120. Puli Aha. 4 million 800 ming so'm. 16 taligi. 16 taligi 4 million 800 ming. Bu ham xon taxta bo'ladimi usta aka? Bo'ladi on taxta. Bo'ladi, tushunarli. Usti MDF. Laminat. Laminat. Ha ha. 4 million 800 ming so'm dastavkasi vodiy bo'yicha mutlaqo tekin. Xo'sh, bularimiz-chi usta aka? Bunisi 12 taligi. Aha. 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming Bu so'm. ko'k sveti, parda gilamga tushadigan. Bunisi oq sveti. Oq svet. Faqat svetda farqi bor, ha? Qolgan joyi listvak, mana bular o'sha laminat ekan. bir xil. Qadrdonlar. Ha ha. Xo'sh, bunimiz-chi usta aka? 3 million 300 ming so'm Ha, bu puli. ham 12 talik, ha? 12 taligi. Bu ham 12 talik. Listvak. Qadrdonlar mana bu ham listvak. Machalkalar ham yaxshi qo'yilgan buni. Aha. Chiroyli O'sha ishlangan. sovg'a-po'g'aga bersa bo'laveradi, arzon narxda. Bo'laveradi, xizmat qiladi. Xizmat qiladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Materiali nisbatan bo'lachiroq bunisini. Ha, svetda ochroq ekan-a? Ochrog'i. Ha ha, ko'rib turibsizlar, o'sha pardaga, aboyga moslab akalarimiz cho'tkilab qilib berishaveradi ekan. Xo'sh, bu yerda o'sha arzonroq varianti. Ha. Qadrdonlar ustakalarimiz nomer 1 hisoblanadi bunaqangi mebel ishlab chiqarish bo'yicha, ya'ni andijonlik ustakalarimiz. Xo'sh, ustaka, bunimizni variantini aytib ketaylik. Bunisi Cobra 12 talik. Ha ha. Terak. Ko'k terak. Ko'k terak. Ya'ni mirza terak tushunish qolmasin-da, ko'k yo'q, terakdan bu. Ko'k terak. Ko'k terak, ha ha. Puli 5,5 million so'm. Yomg'ir qaraganda Arzonroq variantda. yengilroq. Ha, 500 ming so'm rasta Ha qiladi. ha, ko'k terakdan qilingan 5,5 million so'm 12 talik. Buni ham xohlasangiz o'sha 16 talik, 18 talik, 24 talik tayyorlashib berishaveradi ekan. Mana bu yerda ham juda ham boshqacha bor ekan. Ustaga bunimiz oyog'i. Simali. Ha ha. Oyoq simali, usti akvarium deb qo'yadi. Akvarium. Ha, mana bu yerda mana gul bo'ladi, o'yilgan bo'ladi. Ikkita akvariumli ekan. Xo'sh, bunimiz material nimadan bo'ladi? Yong'oqli bu ham 100% 3D poson, oyoqlari. 3D fason, ha? 3D Ko'rib fason. turibsizlar, bo'rtib o'yilgan guli. Xo'sh, bunimiz narxi ustaga? 10 million so'm. Nechtalik? 12 taligi. 12 talik. Sabab uni simalasi qimmatroq, xona rasxodli ishlangan. Shuni hisobiga qimmatroq chiqadi. Ha ha. Agarda uni jon bez 3D qilib bersangiz arzonroq bo'ladi, ha? Ha, puli arzonlashadi. Arzonlashadi. Gap yo'q, zo'r. Ustaga yana ko'rsatmaganlarimizdan qaysilar qoldi? Xo'sh, mana bunisi qoldi, adashmasam. Xurram. Ha ha. Xurram Sulton degani ekan bu, o'sha Mana, Turetskiy 12 seriyadagi. Gap yo'q. Juda chiroyli ishlangan bu ham. Ha ha, oyoqlari 3D, arqalari Yong'oqlik. balat ekan ustaga. Ha, bolishli deb qo'yadi. Arqada mana buni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Xo'sh, bunimiz ustaga donaga ham sotilaveradimi? Donaga sotilaveradi. Qancha chiqadi? 530 ming chiqadi donaga. 530 ming so'm. 100% yong'oq. 100% yong'oqli. Ha, ha. Onlari MDFli. Gap yo'q. Xonlari MMDF, xolasa xon taxta qilib ishlatadi. Taxta ham bo'laveradi. Ha, bu gullarni ham akalarimiz mana shu zo'rlab qo'yibdi. Chiroyli ishlangan. Ha ha. Ustaga bunimizda 12 talik qancha bo'ladi? 12 taligi 8,5 million chiqadi. 16 taligi. 16 talik bo'lsa 10 million ozgina o'tib beriladi. 10 milliondan ozgina o'tib beriladi. Vodiy bo'yicha dastavka ham qilib beriladi. Vodiy, ha, Andijon. Vohaga chepcha kelishiladi, xudo xolasa. Yo'lkasi qo'shilib qoladi. Ha ha, bunimiz plankalik. plankalik. Ha ha. Yong'oqli 100%. 6 million 200 ming so'm 12 taligi. 6 million 200 ming so'm. Bunimiz ustaga nima sababdan jicha qimmatroq narigilarga nisbatan? Buni mana o'rtada yog'ochi bor. Shuni hisobiga karkasi ham qimmat. O'rtada yog'ochi bor. Mana bu yog'ochning Ha, o'rtada yog'ochi bor. odamda orqasi yaxshi o'rnashadi. Shuni hisobiga Ha ha. qimmatroq Qancha dedik? chiqadi 6 million 200 ming so'm. 6 million 200 ming so'm 12 taligi. 12 taligi. Tushunarli. Xo'sh, menimcha hamma ma'lumotni berdik-a ustaga. Qadrdonlar, shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab bitta like bosib, iloji boricha boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tars etkizdirish shunaqangi mebel olaman degan aka-uka opa-singillarimizga jo'natib qo'ysalar, foydasi tegib qolishi mumkin. Akalarimiz birinchi qo'l eng arzon narxlarda yetkazib berishyapti ekan. Manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan bo'lyapti. Bozor biznes YouTube, Telegram kanaliga kirsalar, xudo xolasa ustakalarimizni lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Tamom.